yillab ingliz tilini o'rganasiz, lekin hali ham shu tilni o'zingizniki qila olmadingizmi? I've been there too. Men ham o'sha yerda bo'lganman. Gap shundaki, 9-sinfga o'tganligimda ota-onam menga yaxshi bilim berish ilinjida Angliyadan kelgan repetitorga darslikka berishgan. Va tushunishingiz uchun u paytlari repetitorlar learning centerlarda emas, balki uyida dars o'tishgan va sizni gruppaga darajangizga qarab bo'lishmaganda, sizning va ustozning bo'sh vaqtiga qarab bo'lib ketishgan. Va men ham shu ustozni darslariga qatnashni boshlaganman. Va u bolalardan kechroq kelganligim sababli u bolalar allaqachon bizda zamonlarni tugatayotgan bo'lishgan, men esa birinchi mavzuyim present perfect zamoni bo'lgan. Endi tasavvur qiling, bolalar o'tiribmiz. U paytlarda bizlar Galitsинskiy kitobidan mashqlar bajarardik. Ingliz tilini I harfini bilmaydigan qizaloq birinchi bo'lib darsi present perfect mavzusi bo'lgan. Esimda bor, dumaloq bo'lib o'tirganimizda hamma bittadan gap tuzib chiqishi kerak bo'lgan va bolalar they were doing pretty good job. Ya'ni ular juda ham yaxshi gaplar tuzishayotgan edi. Men esa qaytga have, qaytga has, verb uch nima u, verb ikki ham bo'ladimi, verb bir даже mana shu narsalarni ham bilmagan bo'lganman va aniq esimda bor. Galitsинskiyni shuni yopganman-da, shu kitobga qarab, men ingliz tilini hech qachon o'rgana olmayman deb o'zimga aytganman. Endi esa oldingizda Jasmina o'rgatadi. Ingliz tili sohasining ichida 8 yildan beriman, IELTS 8 ga egaman va undan tashqari Italiyada tarjimon bo'lib ishlaganman. Hozirda esa Koreya Respublikasida magistratura sohasida English Linguisticsda magistrantman. Men bu narsalarni sizga nimaga aytyapman? Ya'ni qachonlardir ingliz tilini I harfini bilmaydigan qizaloq hozirda ingliz tili sohasining ichida 8 yildan beri bo'lib, odamlarga dars berib, ularga ta'lim beryapti. Ya'ni qila olgan narsani siz ham qila olasiz. Bugun sizlar bilan bitta ko'rinishda juda ham oddiy, lekin practical, ya'ni amaliy, menga haqiqatdan ham tilni o'rganishga yordam bergan maslahatlarim bilan bo'lishib ketaman. Without further ado, let's get started. Agarda men ingliz tilini sifatli boshidan zo'r qilib o'rganmoqchi bo'lganligimda, birinchi bo'lib ingliz tilini noldan o'rganishni boshlagan bo'lardim. Men qilgan xatolarni qilmang. Yaxshisi levelingizni elementary deb o'ylasangiz ham o'sha beginnerdan noldan boshlab o'rganib keting. Nimaga? Chunki bu narsa sizga yordam beradi. Endi qarang, gap boshqa narsa haqida ketadi. Ingliz tilini o'zi olib qaraganimizda 50 tacha mavzu bor. Agarda advanced ga qarab ketadigan bo'lsangiz, 60 ta 70 tacha mavzuni topsangiz bo'ladi. Lekin siz ingliz tilini zo'r, sifatli va bilmadim, native speaker darajasida bilishingiz uchun 50 ta mavzuni olib chiqishingiz kerak bo'ladi. Juda ham kam, to'g'rimi? 50 ta mavzu. Agarda har kuni bittadan mavzuni o'rganib ketgan taqdirimda ham 50 kunda men ingliz tilini zo'r bila olamanmi? Ha, bila olasiz, lekin speaking, writing va readinglarni olmagan taqdirda. Mayli, bu narsa haqida gapirmaymiz. Ingliz tilida bizda 50 tacha mavzu bor va ko'p holatlarda учебный centerlarga, ya'ni learning centerlarga borganingizda, mana siz levelingizni elementary deb aytasiz, to'g'rimi? Ular elementary deb olishadi sizni, test qilishadi va elementary levelga borib darsga kirasiz. Va faraz qilaylik, elementary darajasida bizda 20 ta mavzu bor va ustoz bolalar bilan 10 ta mavzuni o'tib bo'lgan va siz 11-mavzuda ustozni oldiga kelyapsiz. To'g'ri, 10 ta mavzu kichkinadek ko'rinishi mumkin va bu narsa xos sizga ko'rinmasligi mumkin, lekin shu 10 ta mavzuni kim sizga o'tib beradi? Kim sizga shu narsani o'tib beradi? Ya shundan bizda nima paydo bo'ladi? Ya'ni tilni yaxshi biladigan bolalar va tilni qayernidir biladigan va bilmaydigan bolalar paydo bo'ladi. Rostini aytadigan bo'lsam, hozir magistraturada lingvistikada o'qiyotganligimda tilga umuman boshqacha qarashni boshlaganman va hozirgi o'quvchilarimga o'tadigan metodimda qiladigan narsam, men hamma kitoblarni, ya'ni Cambridgedan chiqqan, ya'ni o'sha inglizlar o'ylab topgan kitoblarni olib, hamma mavzularni olib chiqqanman. Va juda ham qiziq narsaga ko'zim tushgan, mavzular har bitta levelda takrorlanib ketadi. Ya'ni present simple zamonda kelgan zamon, siz elementaryda ham, pre-intermediate, intermediate, advancedda yana qaytadan o'tishni boshlaysiz. Va men shunaqasiga qaytalangan temalarni olib tashlab, umumiy holda 50 ta temani, ya'ni ko'rib yaratib chiqqanman. Va miyamizga aniqlik yoqadi, do'stlar. Sizning miyangiz aniq nechta mavzuni o'rganishni bilganda, u bu narsani
osonroq o'rganishni boshlaydi. Shuning uchun sizga Telegram kanalimda ingliz tilida 50 ta mavzuni tashlab qo'yganman va agarda men ingliz tilini boshdan o'rganishni boshlaganimda shunaqasiga bitta-bittadan ketishni boshlardim. Lekin gap shundaki, bizda учебный sentrlarda odamlar dars o'tganligi uchun bu metod haqida bilishmaydi. Ular present simple beginnerda ham o'tishadi, elementaryda ham o'tishadi, keyin boshqa levellarda ham o'tishadi. Meni holatimda, meni fikrim bo'yicha va men qiladigan narsa, menda beginner elementary degan narsa yo'q, menda modullar bo'yicha dars o'tiladi va bizda general English ketadi. Ya'ni men beginnerman, men elementaryman degan narsa ketmaydi-da, general English ketadi, chunki biz bilmaymiz. Siz ha to'g'ri, beginner o'tgansiz, lekin biza qo'ygan mavzularni o'tganmisiz? Yo'q, to'g'rimi? Va ko'p holatlarda ustozlar qiladigan xato, ular ingliz tilini o'rgatishni to be zamonidan boshlashadi. Va bu juda ham xato. Chunki tasavvur qiling, bola endi bu tilga kirib kelyapti, uni neyronlari yaralmagan. Men til haqida gapirganimda neyron haqida gapirishni yaxshi ko'raman. Bolani hali neyronlari yaralmagan. U ingliz tilini nimaligini bilmaydi. Va uni tushunishi bo'yicha o'zbek tilida to be degan narsa yo'q. Mana biz bilamiz, birinchi bo'lib o'tiladigan mavzu bu to be. Lekin o'zbek tilida to be yo'q-ku. U bola shu neyronlarni nimaga bog'lash kerak? Mana o'tgan zamonni o'tsangiz, bola bog'la oladi-da, chunki o'zini tilida bu narsa bor. A to be nimaga bog'laydi u narsani? U bog'la olmaydi, u tushunmaydi o'sha narsani. O'shaning uchun ham hazillar chiqib ketgan-ku. To be ni 15 marta o'qiganman, to be bo'yicha dissertatsiya yozaman deb. Shunaqa do'stlar, men o'zim holatimda 12 ta zamon bor ingliz tilida. Bu narsa haqida biz chuqurroq gaplashamiz. 9 ta zamon eng keraklisi deb o'ylayman va o'sha 9 ta zamonni o'quvchilarimga birinchi darsdan o'tib beraman. Farqi yo'q. U odam IELTS o'qiganmi, beginnermi, ya'ni shunaqasiga o'rganib ketishni boshlaganman. Chunki ahamiyat beradigan bo'lsangiz, kitoblarni bizda chet elliklar yozishadi va o'zbek madaniyati bilan, o'zbek grammatikasi bilan, o'zbek gaplashishlar bilan ularning xabari yo'q, to'g'rimi? Va men xohlaymanki, bizani o'zbeklarimiz ingliz tilini osonroq o'rganib ketsin va o'shaning uchun ham navbatligi menda to be dan boshlanmaydi va men o'zi shunaqa boshlash kerak deb o'ylamayman. Men o'ylaymanki, biz o'sha hozirgi zamon, o'tgan zamon, kelajak, continuous zamoni, perfect zamonini, 9 ta zamonni o'tib bo'lib, keyin to be ga o'tishimiz kerak deb o'ylayman. Ikkinchi maslahatimizni boshlashdan oldin sizga bitta narsani aytib ketmoqchiman. Agarda tilni sifatli va tez o'rganaman desangiz, o'zingiz boshlamang, chunki bir kun motivatsiyangiz bo'ladi, bir kun motivatsiyangiz bo'lmaydi. Ustozda raspисание bo'ladi va sizga u dars o'tishi majbur, chunki bir oydan pulingizni olib qo'ygan bo'ladi, to'g'rimi? Va self study nimaga qiyin bo'ladi? Chunki endi tilga yangi kirib kelganingizda sizda savollar juda ham ko'p bo'ladi va eng muhim narsa oldingizda tajribali ustoz bo'lishi. Mana men misol uchun hozir Koreyadaman va koreys tilini o'rganib ketyapman. O'zim self study qilyapman, ya'ni ustozsiz o'rganyapman. Gapimga qanaqadir noto'g'ri kelyapti, to'g'rimi? Lekin men qilgan narsa bu challenge, ya'ni men ingliz tilidan ustozman va o'zimni metodlarimni ishlab chiqarganman va shu metodlarim qanchalik yaxshi ishlashini va undan ham yaxshilatish uchun men hozirda koreys tilini o'rganib ketyapman va Instagramda bu narsa bo'yicha hamma prosesslarimni ko'rsatib ketyapman. Bir xil paytda juda ham qiyin bo'ladi, bir xil paytda juda ham oson bo'ladi va biz ingliz tili bilan solishtiramiz, qanaqa o'xshashliklari bor va qanaqa o'xshashliklari yo'q va qanaqa farqlari borligida. Shu narsa bo'yicha men Instagramimda bo'lishib ketganman. Sizga albatta qiziq bo'ladigan bo'lsa, havolani pastda Telegram kanalim bilan birgalikda tashlab qo'yaman. Va biz ikkinchi maslahatga o'tadigan bo'lsak, siz ingliz tilida subject, verb, object nimaligini yaxshilab tushunib oling. Mana qarang. Siz boshqa tilni o'rganishingiz uchun o'zingizni ona tilingiz qanaqa shakllanganligini bilishingiz kerak bo'ladi va siz bilan hozir shu ona tilimiz haqida, ya'ni o'zbek tili haqida gaplashib ketamiz. O'zbek tilida qanaqa? Mana men ovqat yeyman, bu o'zbek tilida present simple bo'lib ketyapti. Siz har doim ovqat yeyishingizni aytib ketmoqchisiz. Ahamiyat bering, men sizda subject bo'lib ketyapti. Subject bu men, siz, bu kishilik olmoshlari bo'lib ketadi. Ovqat bizda object bo'lib ketyapti. Bu otada bizda narsa yoki sifat bo'lib ketadi va yeyman bu bizda verb bo'lib ketyapti. Ya'ni ish harakati bo'lib ketyapti. O'zbek tilida men ovqat yeyapman, ish harakati bizda oxirida qo'llanib ketilinadi. Lekin ingliz tilida-chi? Ingliz tilida bilasizmi qanaqa bo'ladi? Ingliz tilida I eat food deb aytadigan bo'lsak, birinchi bo'lib bizda subject qo'yilib ketyapti. Ikkinchi o'rinda bizda ish harakati kelyapti, do'stlar. O'shaning uchun siz tilni o'rganayotganingizda o'zingizni tilingiz bilan ingliz tilini solishtirmaganligingiz uchun
ko'p holatlarda speakinglarda qiynalib qolasiz. Ya'ni ahamiyat berdingizda ingliz tilida I eat food bo'lganligi uchun subject kelyapti, lekin verb ikkinchi kelyapti va nimani yeyishingiz sizda object oxirida kelyapti. Ya'ni I eat food deb gapirib ketasiz. Va bu narsani bilganingizdan so'ng sizda ingliz tilini o'rganish oson bo'lib ketadi. Zamonlachi Zamonla qanaqa bo'ladi deb aytadigan bo'lsangiz, hozir siz bilan 3-maslahatimizga siz bilan o'tib, zamonla qanaqa ishlashini tushuntirib beraman. 6-oltinga teng maslahatimiz, mana qarang. Siz subject, verb, object bu ingliz tilining skeletini bilib oldingiz, to'g'rimi? Va siz bilasiz, ingliz tilida 12 ta zamon borligini uje bilib oldingiz, chunki men sizga aytib qo'ydim. Lekin eng kerakli zamonlar bu bizda 9 tagina zamon bo'lib ketadi va gap shundaki, ingliz tilining har bitta grammatikasi mana shu subject, verb, object skeletidan tashkil topgan bo'ladi. Va ingliz tilida verb, ya'ni ish harakati juda ham muhim narsa va verb o'zgarishiga qarab bizda boshqa zamonlarimiz o'zgarib ketadi. Mana qarang, o'zbek tilida odamlar qanaqasiga qarashadi? 12 ta zamon ekan deb gapirib ketishadi. Yo'q do'stlar, aslida u ham 3 ta zamon, mana o'zbek tiliga o'xshab o'tgan, hozirgi va kelajak zamonlari faqatgina u zamonlar bizda aspektlarga bo'linib ketgan. Aspekt nima degani? Ya'ni darajalari. Bizda simple aspekti bor, bizda continuous aspekti bor va bizda perfect aspekti bor. Bu nima degani? Ya'ni simple oilasiga kirgan present simple, past simple, future simple bir xil logika bo'yicha ishlaydi. Continuous oilasiga kirgan present continuous, past continuous va future continuous bir xil logika bo'yicha ishlaydi va albatta perfectga keladigan bo'lsak, ularda ham bittagina logika bo'lib ketadi. Ya'ni siz 9 ta har xil grammatikani, 9 ta har xil subject, verb, objectni yodlab ketmaysiz. Siz o'sha bitta skeletni yodlab oladigan bo'lsangiz, sizda faqatgina simple oilasida boshqa verb ketadi, continuous oilasida boshqa verb ketadi va perfect oilasida boshqa verb ketadi. Va oldingi bir nimalar bizda qo'shilib ketadi. Mana misol uchun future bo'ladigan bo'lsa, verb oldidan will qo'yilib ketiladi. Yoki misol uchun present perfect bo'ladigan bo'lsa, verbdan oldin bizda have, has qo'shimchalari qo'shilib ketadi va o'shanaqasiga qarab siz zamonni farqlab olasiz. Va bu juda ham kulgili, chunki biz o'zimizni qiynab, ingliz tilida zamonlar ko'p, qiyin deb o'ylaymiz. Yo'q do'stlar, ular bitta skeletdan tashkil topgan va har bitta zamon shunchaki o'zgarib ketadi va bu narsani yodlab olishimiz kerak bo'ladi. Va yana bitta narsa, men boya gapirib ketdim, o'zbek tilida men ovqat yeyman deb gapiramiz deb. O'zbek tilida siz bemalol ovqat yeyman, ovqat yedim, ovqat yedi deb gapirib ketasiz, to'g'rimi? Ya'ni subjectni tashab ketasiz. Lekin ingliz tilida bu narsani qila olmaysiz. Agarda siz subjectni tashab ketadigan bo'lsangiz, ish harakatini kim qilganligini biz bilmay qolamiz, ya'ni tushunmay qolamiz. Chunki o'zbek tilida biz verbga qarab bu ish harakatini kim qilganligini tushunib ketamiz. O'zbek tilida esa bunaqa narsa yo'q. O'shaning uchun shu joyga juda ham diqqat bo'ling. Men juda ham o'zbek odamlariga dars o'tganman va ahamiyat beradigan narsam, ular subjectni juda ham ko'p holatlarda tashab ketishadi. Yo'q do'stlar, unaqa narsani qilmang, chunki ingliz tilida subject juda ham muhim narsa hisoblanib ketadi. Menda shu, agarda sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yishni unutmang, chunki bu meni kanalimni o'sishga yordam beradi va albatta yoqqan bo'lsa subscribe, ya'ni obuna bo'lishingiz ham mumkin bo'ladi va kommentariyalarda qandaydir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozing, gaplashamiz, qo'limdan kelgancha sizga yordam berishga harakat qilaman va albatta sizga undan ham qiziqarli narsalar chiqarishim uchun Instagramimga va Telegramimga o'tib olishingiz mumkin bo'ladi. Menda shu, and I will see you in my next video.